Bahor kelganini his qilyapman qizlarjonlar, chunki mana Gulzorimga ishlov berishni boshladim. Birinchi o'rinda archani qo'yay, yerga amal kelsa ko'karish tezroq bo'lar ekan. Kommentariyaga yozib ketinglar, archa eksam bo'laverami desam, ko'pchilik ekavering, hozir eksangiz yaxshi deb yozishgan ekan. 5 dona archani olib kelib ekib qo'ydim. Yerga amal kelsa ko'karib ketadi. Duo qilib turinglar, ko'karsin qizlarjonlar. Onam uchun ekdim. Onam juda ham archani yaxshi ko'radi. Kattalar bor, uyda archa bo'lgani yaxshi, havosini tozalab berib turadi. Archa toqqa jo'natmay qo'yasizlar, archa ekib qo'ysalar qizlarjonlar. Xudo xohlasa mevalarimiz pishib, mevani boshlab sezonga chiqsa, onam uchun shu archani tagiga kachali olib kelib beraman. Kachalikdan maza qilib nevaralarini olib o'tiradi. Shuni niyat qilib ekdim qizlarjonlar. Gulzorimni ham ko'rdilaring. Gulzorim jicha kattaroq bo'lib qolgan. Bu yerda gul to'ldirish uchun ancha vaqt ketadi. Qo'ni-qo'shnilarda o'zlaringizda chiroyli gullar bo'lsa, qishga ham chidaydigan gullaringiz bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, olib kelib chiroyli qilib Gulzorimni to'ldirib olaman. Mana uyimda chiroyli qilib ko'chaga chiqdim. Ko'chada arada suv yo'q ekan, changitib ko'chalarni shipirib qo'ydim. Bloger bo'lganimdan hamma xursand. Ko'chalar ham ilk kunda bir shipirilyapti, uylar har kuni shipirilyapti. Xullas, hamma ishda menga yuklab qo'yishgan. Videolarim yoqqan bo'lsa, menga obuna bo'lish eslaringdan chiqmasin. Yurakchani o'sha gap qizartirib qo'yaveringlar. Qizartirib qo'yaveringlar-chi, bilsa bilar, bilmasa yo'q.